курьеру самоката, хочу сегодня подарить айфон. Здрасте. Возьми, пожалуйста. Спасибо. А можно вас угостить? Печенька. У вас какой айфон? У вас есть айфон? 17. Слушай, я тебе хочу подарить 16. Держи пакет. На 1 терабайт. Что ты? Это все тебе. Это я тебе дарю айфон. Спасибо большое. А чаевые можно будет тебе оставить? Тебе? Спасибо большое. Мне кажется, ты в шоке. Videoda ko'rib turganingizdek, Clint ayol dastlabki samokatchiga iPhone 17 Pro Max beryapti. Bu narsaga to'g'risini aytsam ishonishim qiyin. Chunki men mana shu dastlabki samokatda bir 2 yil bo'lib qoldi. 2 yildan beri shu Moskvada ishlayman. Hech qachon bunaqa holat bo'lmagan menda. Bilmadim. iPhone tugul qo'limga 1000 rubl chivi bergan joyi yo'q. No chivi tushib turadi, no kartaga tushib turadi. Lekin даже 1000 rubl tushmaydi. To'g'risini aytsam, bu ayolni video profillariga kirib chiqdim. Oxirgi vaqt mana shunaqa videolar ko'payapti. Ya'ni mana shu dastlabchilarga nimadir pul berib turib, 50 ming, 100 ming pul berib turib, bu chivi deb bu narsaga ishonmayman. Chunki bu ayol qanaqa aktiv yig'ishni bilib oldi, ya'ni mana shu migrantlar orqali aktiv yig'ishga harakat qilyapti. Endi ishlariga omad, bunisi oshib tushdi deb o'ylayman. iPhone 17 bermasligini juda yaxshi biladi. Ming puli ko'p, bagati bo'lgani bilan. Bunaqa bu holatlar bo'lmaydi. Agar mana shu videoni samokat yoki dastlabkida ishlayotgan tanishlaringiz bo'lsa jo'natib qo'ying. Yoki sizlarda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, mana shu dastlabkida ishlayotganlar kommentariyaga yozib ketinglar.